hammalaring meni tabriklashinglar mumkin, chunki bugundan boshlab Zahro supermarketiga ambassador bo'ldim. Azizlarim, Zahro supermarket bilan men 4 yildan beri hamkorlik qilib kelaman. Ya'ni Maro tortlari 4 yildan beri Zahro supermarketida sotib kelyapti. Azizlarim, Zahro supermarket hech qachon Instagram ishlatmagan. Mana endi bular Instagram yurg'izishni boshladi. Men sizlarga ambassadorlik davomida Zahro supermarketi nimalarga erishganini ko'rsataman. Yana aytgancha, yangi yildan keyin Zahro supermarketi 90% ga almashadi. Azizlarim, bu insonlarni mana men 4 yildan beri ishlayman. Bu insonlarni qanaqaligini bilaman, qanaqa saxovatpeshligini, qanaqa mehribonligini, qanaqa qo'li ochiqligini, qanaqa xalqimizga yordam qiladiganini mana endi men sizlarga ko'rsataman. Zahro supermarketi shunaqa katta rejalar ustida ishlayaptiki, yangi yildan oldin ham, yangi yildan keyin ham aksiyalarni zo'rini sizlar uchun taqdim etadi. Ugacha azizlar, hozirni o'zida Zahro supermarketiga podpisatsiya qilinglar va tez orada bizni katta aksiyamizdan boxabar bo'linglar.